Assalomu alaykum xonim. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Nima kech kelyapsiz aka? Aka yo'lda probka ekan akajon. Unaqa emas aka, har kuni shunaqa kech kelyapsizlar. Unaqa yo'l probkasiga bizlar nimamiz bas aka bu? Imkon qadar harakat qilyapmiz akajon, vaqtli turib. Klient nechta klient qaytaramiz? Oxiri kirmay qo'yadi aka, klientlar bor-ku. Bu holat boshqa takrorlanmaydi akajon. Unaqa va'dalar ham berib tashlang. Unaqa dalboyga o'xshab har kuni bilan kechib kelyapsiz aka. Nima aka? Vaqtida kelish kerak aka. Kelolmayki vaqtliroq aka. Hop endi soat 8:30 bo'lyapti aka. Qanaqa vaqtda kelasiz? Gapirmasang gapir. Qanday gapiraman? Siz kechib kelyapsiz o'zi aka. Soat 9 bo'ldi. Qanday gapirishim kerak? Chiroyli gaplar. Mana gapiramanman. Nonni vaqtida olib kelish kerak. Bo'ldi, vaqtli kelgan. Nonni vaqtida kelish kerak. Krugusiga ishlaymiz biz. Soat 7 ga kelish kerak. Sakrayman. Sakraman. Mashinaga sakrayman. O'zingni bo'lib gapir. Ham keyin hisob qo'yaman hozir. Tushunmadingiz? Olmaysiz. Do'stlar, bu videomiz hazil tariqasida edi. Aka bilan biz doimiy yaxshi muomaladamiz. Yaxshi o'z vaqtida mehrga to'la qani olsin nonlarimizni yetkazamiz biz do'konga. Aka sizga rahmat kattakon. Bizani videomizga, bizani trankimizga tushib berganingiz uchun tan joningiz sog' bo'lsin. Qo'pol gaplarga xafa bo'lmaysiz degan umiddaman akajon.